Bob. Babu man habasahul udru anil jihad. Bir odamni uzr jihoddan habs qilsa, ya'ni masalan uzri bor, bormaydi jihodga. 2764-hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotidan qaytganlaridan keyin Madinaga yaqinlashdilar. Shunda aytdilarki, Madinada bir odamlar bor. Sizlar qandayki sayrga yurgan bo'lsanglar, qanday vodiylarni kesib o'tgan bo'lsanglar, albatta ular o'sha yerda sizlar bilandir dedilar. Odamlar, ya Rasululloh, ular Madinada turibmi dedilar. Rasululloh, ular Madinada turib bo'lsa ham deganlar. Ularni chunki uzr ushlagan. Tabuk g'azotini bilamiz, Jayshul Usra deb nomlanadi, qiyin jang. Ana shuncha qiyinchiliklarga borib kelgan sahobalarning ajrida tingma-ting Madinada o'tirgan joyida sherik bo'lgan sahobalar bo'lgan ekan. Ularni chunki uzr ushlagan. Demak, odamni jihodga chiqmaslikka uzri bo'lsa, jihodda yurgan odam bilan ajrlarda teng. Qanday yo'lni bosgan bo'lsa, yurgan yo'llaridagi ajrlar, qanday vodiylarni kesib o'tgan bo'lsa, shu vodiylarni kesib o'tgandek ajrlar hammasida sherik ular. Uzri nima edi endi u? Kasallik masalan. Yoki mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari Ali roziyallohu anhuni qoldirib ketganlar. Madinaga o'sha qarab yurishlik uchun ayollarga. Ana shu mujohidning ortdan qo'lbochaqasiga qarash deyiladi. Bu ham uzr. Agar jihod farzi ayn bo'lmasa, ilm ham uzr bo'ladi. Ilm talab, ilm olish kerak, ilm tarqatish kerak. Bu ham uzr. Ana shunga o'xshagan uzrlar. Unda inson agar jihod bilan ham nafas bo'lsa, tengma-teng mujohidlar ajriga sherik bo'ladi. Yoki pul jo'natishligi ishlab, bu ham uzri insonni. Jihod qilyapti dinlar tengma-teng. 2765-hadis. Jabr radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna bil madinati rijalan ma qata'tum wadiyan wa la salaktum tariqan illa sharakukum aw sharikukum fil ajri habasahum al-uzru." Qala Abu Abdullah aw kama qala katabtuhu lafzan. Bu ham shu ma'nodagi hadis. Madinada bir odamlar borki, sizlar qanday vodiyni kesib o'tsanglar ham, qanday yo'lda yurgan bo'lsanglar ham, ular sizlar bilan o'sha ajrda sherik deganlar. Ularni ushlagan narsa deb hadis shuyda tugagan ekan. Abu Abdullah ibn Moja aytayaptilar, shu davomida uzr degan lafzi bo'lishi kerak, shuni men yozib qo'ydim o'zim deyaptilar. Ya'ni ma'lumligi uchun aytilmagan hadisda. Ularda ushlab turgan uzri bor. Bu bahona emas, shuni bilib oling. O'zi balandparvozlik qilib ba'zilar, "Ey, bahona qilmanglar" deydi-da. Ha, nima desangiz do'ring. Bu hadis uzr bergan ba'zi odamlarga. 7-bob. Babu fadlir ribati fi sabilillah. Alloh yo'lida ribotda turish fazli. Ribot chegarada qo'riqlash musulmonlarni. Bu Alloh yo'lida turish bunaqa. Shunchaki turish emas. Hozir aytayapmiz u, chegarada o'zbek musulmonlarini qirg'iz musulmonlaridan qo'riqlayotgan, ya'ni musulmonlar bilan birlashishligidan, birgalashib yashashi, birgalashib davlat qilishligi, birgalashib tijorat qilishligidan, musulmonlardan qo'riqlayotgan kofir askarlar, benamoz askarlarni ana shu ribotda turgan askarlar deyishyapti. Ha, mayli, sen aytganchalik ham bo'lsin deylik. Sen borib shu bitta askardan o'zi so'rachi, sen ribot turibsanmi dechi, anqayib nima edi u deydi. Ribot nimaligini bilmagan odam ribotda turgan bo'ladi. Sen Alloh yo'lida turibsanmi shu yerda jihodda desangiz, nima debsan sen vahobiy deydi. Bizda hadis bor, to'g'rimi? Innamal amal bin niyat deyiladi. Amallar niyat bilan bo'ladi. Biror saldat to'p bering menga, men Alloh yo'lida turibman degan. U niyatda o'zi yo'q unda. Umuman o'sha askar o'sha yerda oyligini bergani uchun turibdi yerda u. Ichib chakib yotardi ehtimol o'sha yerda u. Haromxo'rlik qilib. Qanaqa qilib bu Alloh yo'lida ribotda turganlar ajri unga aytilinadi endi? Hadisda qaytlab qo'yibman, Alloh yo'lida degan niyatda tursa. 2766-hadis. Abdulloh ibn Zubayr aytadilar. Usmon ibn Affon odamlarga xutba qildilar. Aytdilar: "Ey odamlar, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis eshitganman. Men sizlarga uni aytishligimni menga man qilgan narsa sizlarni qizg'anganim, sizlarni suhbatdoshinglar bo'lgan kelganim. Ana shu uchun sizlarga aytmay yurgandim. Endi ixtiyor qiluvchi o'zining nafsiga nima xohlasa ixtiyor qilsin yoki xohlasa tark qilsin" deganlar. Endi aytaman o'sha hadis deyapti xolos. Ya'ni nima demoqchilar?
ribot haqida hadis eshitgan bo'lganlar, Usmon roziyallohu anhu. Odamlarga aytmay yurgan ekanlar. Sababi, agar ribot haqidagi u hadisni eshitsalar, hamma u kishini tashab odamlar hamma ketib qolar ekan ribot nuqtalariga. Hadis fazlini eshitgandan keyin. Usmon roziyallohu anhu oldlarida odamlar bo'lishini istardilar. Chunki yolg'iz davlatni boshqara olmaydilar. Madina ma'lumki islom diyorining poytaxti. Madinada ribot turish yo'q. Kimga ribot turiladi, musulmon? Ribot Rum yoki Fors mintaqalarida turilgan. Shuning uchun agar Usmon roziyallohu anhu ribot fazli haqidagi hadislarni aytsalar, hamma u kishini tashab Madinadan ketib qolardi Rum yoki Fors chegaralariga. Ana shundan Usmon roziyallohu anhu qo'rqib hamma ketib qolmasin deb aytmay yurgan ekanlar. Endi aytaman deyaptilar. Mana kim nimani xohlasa ixtiyor qilsin. Xohlasa ribotga ketsin, xohlasa oldinda qolsin deganlar. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytganlarini eshitganman. Man robata laylatan fi sabilillahi subhanahu kanat ka'alfi laylatin siyamiha va qiyamiha. Kim Alloh yo'lida bir kecha ribotda tursa, u 1000 yil roza tutib kunduzlari, ya'ni kechalari qiyomul layl qilib chiqqandek ajrga ega. Mana qarang ajrini. Shuning uchun bugungi kunda masalan Shomga jihodga borish desa, kimdir aytadiki, mujohidlaring o'tiribdi-ku deydi, hammasi qarab qo'qavishtirib nima qilishini bilmaydi deydi. Ha, to'g'ri, jihod masalan, bir gullab yashnayotgani yo'q Shomda, hozirgi kunda aynan masalan. Lekin ribotda turadi hech bo'lmasa. Ribotda turish ajrini boshqa ibodat qilib topib bo'lmaydi. Mana qarang, 1000 yillik ibodatga teng deyilyapti. Kunduzlarini roza tutib, kechalarini qoyim qilingan 1000 yil emas, uzr adashtirib olibman, 1000 kecha ekan yani. 1000 kechaga, 1000 kunduzga teng deyilyapti. Katta ajr bu, bir kun ribotda turish. Hozir rus askarlaridan qo'rg'ilab Shom diyorini ribotda turishadi musulmonlar. Rus askarlari bilan birlashib olgan alaviylardan qo'rg'laydi. Murtad alaviylardan. Kommunistlar kurdlardan qo'rg'laydi musulmonlarni. Ha, endi bu askarlarga tushirilsa bu hadis, askarlar kimdan qo'rg'layapti mana yuqorida aytganimiz. Masalan, O'zbekiston, Qirg'iziston chegarasida askarlar turadi. Kimdan qo'rg'laydi ular? Bularga qirg'izlar kofirmi desangiz, musulmon deydi. Ha, biz ham musulmon deymiz. O'zbeklar kofirmi desa, o'zbeklar ham musulmon deydi. Ha, biz ham musulmon deymiz. Unda kimdan qo'rg'lanyapti? Ribot ma'lumki musulmonlarni kofirlardan qo'rg'lanadi. Aslida kimdan qo'rg'layapsizlar? O'zbekistonning atrofidagi hamma joy musulmonlar. Mana eng qattiq chegara qayerda O'zbekistonda masalan? Afg'oniston O'zbekiston chegarasi, yaqinlashib bo'lmaydi. Xuddi shunday Afg'oniston Tojikiston chegarasi yaqinlashib bo'lmaydi. Afg'oniston Turkmaniston chegarasi yaqinlashib bo'lmaydi. Kimdan bunchalik qattiq qo'rg'laydi ular? Afg'onistondan kelayotgan qanaqa qattiq bir kuch bor? Afg'onistondan kelayotgan bitta kuch bor, uki musulmon toliblar, Tolibon hukumati bor. O'shalardan ana shunday qattiq qo'rg'laydi. Qanaqa qilib ular endi ribotda turgan mujohid bo'ladi? Musulmondan qo'rg'lab, ya'ni musulmonlar birlashib ketmasin deb qo'rg'lagan odam u xoin bo'ladi u. 2767-hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man mata murabitan fi sabilillah ajra alayhi ajra amalihi solihi alladhi kana ya'malu wa ajra alayhi rizqahu wa amina min al-fattan va ba'athahu Allohu yawmal qiyamati aminan min al-faza'i." Kim Alloh yo'lida ribotda turib o'lsa, ya'ni jihodda, Alloh unga solih amalini ajrini joriy qilib qo'yadi. Qilib yurgan ishini. Va rizqini ham unga joriy qilib qo'yadi. Chunki shahidda u. Demak, qiyomatga tirilgunga qadar qarang ribotda turgan ajri yozilaveradi unga. Endi bir kecha ribotda turish 1000 kecha qiyomul layl ro'zaga teng deyildimi? Tasavvur qilavering, endi qiyomatga qadar necha ming kechalar o'tadi hali. Ana shunga qadar uni ajri yozilaveradi. Ribotda turgan deb. Va rizqi joriy qilinaveradi. Shahid chunki u yashaydi. Va fattandan omonda bo'ladi. Fattan imtihon, sinovchilar degani. Ya'ni qabrdagi fitnalar deyilgan. Munkar bilan nakir qabrda insonni fitna qilib savol beradi. Ya'ni sinab degani fitna qilib degani. Ana o'shanda u savol javobdan omonda bo'ladi. Uni savol javob qilinmaydi deyilgan. Nega? Chunki Alloh yo'lida jonini bergani, uni sinalinganiga yetarlicha dalil.
Unga qanaqangi dalil kerak ekan Alloh yo'lida o'lgandan boshqa? Fitnadan omonda bo'ladi va qiyomat kunida dahshatlardan omonda bo'lib tiriltiriladi. Chunki ribotda, dahshatda o'tirib vafot etganligi o'zi kifoya unga. Tig'ida ustida o'tirgandek o'tiradi ribotda o'tirgan odam. Xususan hozirgi kunda yo'q joydan taqti bir snayperdan o'q keladi-da, o'sha ribotda turgan odamni yiqitadi birinchi. Ana shu birinchi vafot etadi. Keyin boshqalarga hujum bo'ladi. Har doim qo'rquvda o'tiradi xullas ribotda turgan odam. Asir tushib qolishi mumkin, dushman kelib uni asir olib ketishi mumkin. Yetadi u dunyoda qo'rqib vafot etgani. Ana shu uchun qiyomatda endi qo'rqmaydi odam. 2768-hadis. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "La ribatu yawmin fi sabilillah min wara'i awratil muslimina muhtasiban min ghairi shahri Ramazon a'zamu ajran min ibadati mi'ati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Wa ribatu yawmin fi sabilillah min wara'i awratil muslimina muhtasiban min shahri Ramazon أفضل عند الله وأعظم أجرا وراه قال من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة وتكتب له الحسنات ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة." Allah yo'lida bir kun ribotda turish musulmonlar avratini ortidan. Ya'ni musulmonlar avrati degandan maqsad musulmonlarni kamchiligini qo'riqlab degani. Ya'ni musulmonlarda avratidan, ya'ni zaif joyini himoya qilib degani. Qo'riqlab o'tirsa musulmonlarda, shunda ajr istab qilsa, mana qarang. Muhtasib. Niyat kerak, shunchaki chegarada turdi bo'ldi emas. Yana shuni takror aytyapmiz. Borib so'rang askarlardan. Sen shu yerda Xudo uchun o'tiribsanmi desangiz, nima edi deydi. Qanaqa Xudo uchun o'tiriladi deydi. Ikkinchidan, ha sen ajrni bilar ekansan, unda namoz o'qishni bilmaysan, qanaqa qilib ajrni bilasan sen? Alloh uchun ish qilish niyating bo'lsa, avval namozingni o'qi. Tahorat qilishni o'rgan avval. Shuning uchun bu hadislar umuman ularga tushmaydi. Takror buni aytaveryapmiz, sabab bu kun muammosi. Saroy mullalar bugun endi ana shu yo'lga o'tib oldi. Xullas, ana shunday bir kuni Alloh yo'lida ribotda turish, musulmonlar zaif joyini qo'riqlab, ajr istab turish Ramazondan boshqa 100 yillik ro'za va qiyomul layldan afzal ibodatidir deyilgan. Ya'ni Ramazon oyidan boshqa ibodatlarni, boshqa oylarda qilingan ibodatlardan 100 yillik ibodatdan afzal. Bir kun ribot turish. U ibodat kunduzlari ro'za tutish va kechalari qiyom qilish ya'ni. Va Alloh yo'lida bir kun ribot turish, musulmonlar orqasidan ularni qo'riqlab. Endi Ramazon oyidan agar bo'lsa shu, endi tasavvur qiling, Ramazon oyining ichida turibsiz endi. Yuqoridagi demak Ramazon oyining tashqarisida turganda ekanda. Ramazon oyidan boshqa oylarda ribotda turganda. Endi bo'lsa Ramazon oyining ichida ribotda turganda deyilyapti. Tabiiyki ajri ziyoda bo'ladi endi. Bu undan da afzal, undan da ajri buyuk. Shunda buni o'ylaymanki biz aytgandilar deyapti raviy. 1000 yillik endi. Yuqoridagi Ramazondan boshqa oyda 100 yillik edi. Ramazon oyining ichida ribot tursa 1000 yillik ajrga teng. Ro'za tutish kunduzlarini va kechalarini 1000 yilda qiyomul layl qilish ajriga teng. Agar shu ribot kunidan Alloh uni ahliga salomat qaytarsa, unga 1000 yillik gunoh yozilmaydi ekan qarang. 1000 yillik gunoh yozilmaydi. Hozir bir musulmonni mujohidni bir gunohini ko'rib qolsa, tilda topgandek xursand bo'lib, mana ahvol deb chiqadi. Sen o'zingning gunohingni bil. Mujohidni gunohi qilaversin demaymiz albatta biz unga. Lekin uni bitta jihoti bilan yuviladi ana shunday. Bitta riboti bilan yuvilib ketadi ehtimol. Sen o'zingning gunohingni bil. Qanday yuvasan uni? 1000 yillik gunohi yozilmaydi va unga hasanatlar yozilinadi. Va qiyomat kuniga qadar riboti ajri unga joriy qilib turiladi deyilyapti. Hadis zaif to'g'ri. Hadis zaif, o'ta zaif bo'lganda ham uni o'zi lafzlaridan ham bilinib turibdi. Mana aytilayotgan va'dalar juda mubolag'a bu, po'sh-po'shlash, mana uni gunohi 1000 yillik yozilmaydi degan narsalar bu hadisga o'xshamaydi bu narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini bunday hididan bilinadi. Hech qachon Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarga unaqa qilib 1000 yillik gunohing yozilmaydi deb huquq berib qo'ymaganlar, xuddiki bir gunoh qilishga. Hadis zaif xullas.
Lekin nimaga keltirganlar endi Ibn Moja rahimahulloh buni? Ba'zi faqralari sahih. Ya'ni masalan yuqoridagi musulmonlar yo'lida, musulmonlarni qo'riqlab Alloh yo'lida bir kun roza tutish, ribot turish 100 yillik ibodatlardan afzal deyilganligi, boshqa quvvatlaydigan hadislar keldi-ku. Ana shu uchun shuni keltiryaptilar. Lekin oxirgi jumlalari juda mubolag'a. Shuning uchun Robiyda o'zi ham shak bilan aytdi uni. O'ylaymanki aytgandilar deb aytdi. U shak qilgandan keyin bilaverasizki, u sahih emas.